Hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlari, Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan 14 bosh ko'chat novoslarimizdan xudo xolasa dalaga qo'yib yuborishga juda ham qulay variantdagi novoslarimizdan 10 oylik eng yosh kichinasi, eng yosh kattasi shu 2 atrofiga borib qolgan. Ichida tish buzganlari ham bo'lsa kerak ichida. To'g'rirog'i tepadan turib videoga olyapmiz. Bo'y baslari keladigan bo'lsak 1 metrdan 1.10 sm oralig'ida, hurmatli aka-ukalar. Yaxshilab e'tibor berasizlar. 1-1.10 oralig'idagi novoslarimizdan. Hammasi sog'lom, narx-navolari juda ham yengil. Birortasini aybi, nuqsoni yo'q. Hozir bir qator yurishlarini ko'rsatib, ma'lumotlar bilan berib, narx-navolar bilan tanishtiramiz. Hammasi sog'lom. Hurmatli aka-ukalar, soni yana qaytardim, 14 bosh Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, eng yengil narx-navosi kelasizlar 13.500.000 so'mdan eng arzon bo'ladigan realniy narx-navosi. 13.500.000 so'mdan, hurmatli aka-ukalar. Eng oxirgi realniy bo'ladigan narx-navosi. 10 metr, 15 metr uzoqlikdan turib videoga olyapmiz. Onlayn ko'rib savdo qiladigan aka-ukalarimiz qulay bo'lishning maqsadida ataylab yaqinlashtirib, mana bunaqangi qilib yiriklashtirib olganimiz yo'q. Yana qaytaraman, 10 metr, 15 metr uzoqlikdan turib videoga olyapmiz. Hammasi sog'lom. Menimcha videoda mana shu bor mollarni kelganda ham xuddi shu mollarni ko'rasizlar. Yana qaytaraman, 1 metr, 1.10 sm oralig'idagi novoslarimizdan shunga qarab aloqaga chiqasizlar. Narx-navolarning eng baland narx-navosi 14.500.000 so'm, hurmatli aka-ukalar. Eng baland narx-navosi, eng pasti 13.5. 14 boshda bir joyga bir qo'ra qilib olaman degan aka-ukalarimizga, hurmatli aka-ukalar, oxirgi bo'ladigan realniy narx-navosi 13.850.000 so'mdan bo'ladigan bo'lsa, baraka qilamiz. 13.800 larga ham to'g'rirog'i sal hisobimiz chiqmaydi. Shunga qarab aloqaga chiqsalar yaxshiroq bo'ladi. Lichkamga yozadigan aka-ukalarimizga ham tegishli. 13.800 larga ham hisobimiz chiqmaydi. 13.850 dan bo'lsa, bir joyga bo'lsa, juda ham chiroyli narx-navo bo'ldi. Imkoniyati bor akalarimiz dalaga qo'yib yuboriladigan variantdagi novoslarimizdan. O'rtacha 1 yashardan o'tgan 1 yashar atrofidagi novoslarimizdan. G'onojinlarimiz ham bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerda yozib qo'yib yuboriladigan nomerimizda Telegramimiz bor. Telegram kanalimiz ham bor. O'zimizning shaxsiy kimgadir mana shunaqangi arzon narxdagi mollar, g'onojin novoslar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsalaringiz, lichkalaringizga silkasini tashlab beramiz. Pastdan kuzatib turish imkoniyati bo'ladi. G'onojinlarimiz ham bor. Juda ham yengil narx-navodagi g'onojinlar yangi partiya kelgan. Hurmatli aka-ukalar, hammasi bir qo'ra. Yana qaytaman, uzoqroqdan videoga olyapman, yaqinlashtirib, yiriklashtirib olganimiz yo'q. Hammasi sog'lom. Dalaga qo'yib yuborib, xudo xolasa kuzgi kuni yemga tashlashga tayyor bo'lgan novoslarimizdan. Aloqaga chiqaverasizlar. Yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat naqd pulga, dastavkalar alohida summa bo'ladi. Hammasi sog'lom, yeb-icharni ko'rib, tekshirib, aybi nuqsoni bori qolaveradi, narx-navosiga aloqasi yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar. 99lik 490 33 44. Kanalimiz bor, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, sotuvdagi mollaringizni ham videosini qo'yib beraveramiz.